Kelinglar. Keldik. Qachon keldilaringiz ko'rmay qolgan, nima kamchilik? Sotiladigan mashina shumi? Конечно, mana turibdi salqingina. Ha, e'londa qora Gentra qo'yilgan-ku bu. Ne, joylagan paytimizda qora Gentra edi. Keyin minorib Spark'ni chiqarib yuborishdi. Kech qoldingiz-da, kechiga yengizda ham Gentra bo'lib turadi. Ha, narxini 15 ming qo'yib qo'ygansizlar. Qancha bo'lish kerak Gentra sizga? Hozir. Tog'a, rasmda Malibu rolida. Biz aldayapti shekilli. To'nka tashqarisidan qarab bilmadingmi? Bu Spark bu Gentra emas. Shu meni o'ylab. Hozir yomon qiladi. Biz molni bo'ylaydi shekilli bular. Mashina qancha dedingiz? 15 ming. Mana bizda 16 ming. Mashinani oldik. Zdachisi ham kerak emas. Aha. Okay. 1 minute. Ha? Okay. Ana endi bo'laveradi. Rul velosipedniki bo'lmaydimi bizga desa? Qarang, shunaqa vaziyat, men akalariga mashinangizni 16 ming so'mga sotib yubordim. Ya qo'ysiz-chi, qo'shni yomon olasida hazilni ham. Men aytdim, ishonmadi, ha, вот. Ishontirib nomlaringga o'tkazib olasizlar, ha? Давайте, ko'rishamiz. Bizni Rossiyadan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga zo'r tavsiya. Tezda telefonda olinglarda Tanga Pay degan ilovani o'rnatib olinglar. O'sha ilova orqali siz O'zbekiston Uzcard Humo Visa kartaga bemalol pul jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari uyingizga dollarda naqd pul jo'natsangiz ham bo'ladi. O'sha ilovani o'zidan siz uyingizni gaz, suv, svet, kommunal muammolarini shunday to'lab hal qilib olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, Tanga Payda ishlatib ko'ring. Omalaki osh cheketiradigan bo'pti. 120 mingdan bir kishiga beraveringlar. Narigi shimni qolib ketibdi-da, meni pulim. Pulingizni qolib ketganida ham bir hikmat bor. Behikmat hech narsa bo'lmaydi. Mayli, jigarim, asosiysi puli bor odamsiz-ku. Hozir olib, mana bolalarga yuboramiz. Bo'ldimi puling? 5 ming kam ekanda. Puling yo'q bo'lsa nima qilasan oshga chiqib sen, ha? Sen puling bilan chiqsang bo'lmaydi. Mana 5 ming kam deb turib 100 ming oshga chiqsang 500 ming tejab qolmoqchi. Sen taktika ham bu. Urishavermayman buni, menda ham yo'q, 5 ming olasiz ekan. Jigarim, boyim, sizni pulingiz zato tagi bor-da sizniki. Ha, buningki tagida ham yo'q-da, buni tushunyapsizmi? Ha, boy, tinchmisiz? Nima piyoda qoldingiz? Qani mashinangiz? Bittasi qizilga to'xtab turgan ekan, orqasidan urib oldimdek, urmaysizmi? Bundan bir hikmat bor. Behikmat hech bir ish olmaydi. O'qimaganda u pravani o'qib olmagan. Qizilda to'xtab turadim, ha? Kelayotganingizni ko'rgan, siz chekira qol, o'tib ketaver qizilda bo'lsa ham. Telefonga chalg'ib qopman-da. Endi bunda ham hikmati bor-da. Telefonda ish bitirayotgan bo'lgansiz, soqqali ishni. Bunday bagoyda ko'rib, nexa bo'ladi-yu, boy, odiroma yaxshi bo'ladi hammasi hali. Ye? Sizlar Tinchlik, seni qo'lingga nima bo'ldi? peshoxoddan o'tib turdim. Bittasi urib yubordi-da meni. A senga peshoxodda nima bor, do'dir? Chekarada suvsiz tunnellarda, trotuarlarda yuravermaysanmi? Menga zangor edi, unga qizil edi. Temboli unga qizilligida yurib o'rgansan sen. Unga qizil, senga yashilmi? Mashina yo'q bo'lsa kelgan yur senga. Qo'lda qaragansa, qo'lda. Qo'li ishlasa emas, bitib ketadi, qo'l topiladi. Anoni mashinasi bukilmagan bo'lsa yetib beri. Bu seni suyaging qattiq, bukib yuborgan bo'lishi mumkin. Kecha Instagramda Hayratjon video chiqib qoldi. Binga qo'ygan ekan. Ha? Mana shu binvini. Mana mana shuni YouTube'ga qo'yibdi. Aha. Obuna bo'lib qatnashib qo'ydim, bir nima yutib olarman. Agar sizni relsizdan chiqib qolgan bo'lsa, behikmatlar. Bunday bir hikmati bor. Siz o'z yoshligingizda omadli bo'lasiz. Yutib olishingiz mumkin, Siz hozir tangan olib peshanam shuni o'chirsangiz ham ko'p yutib olishingiz mumkin. Sizga ishanamanmi? Ha, bosing boyim. Menamchi qatnashyapman. 140 ta homiysiga obuna bo'lganman. Telegram kanaliga o'tib 15 ta homiysiga ham obuna bo'lganman. Like'larni bosib, kommentlarni yozib, bangilab tashlayapman. Yutib olish imkoniyatim ko'p meni. Sen bunaqa banda shoularda qatnashmasdan, ana u hasharlarda qatnash, undan ko'ra, ana hofizaga qo'shilib kalonka toshi, to'ylarda pul terishga qatnashsang. Sen o'zingni basharani mana shu BVni oldida tasavvur qila olasanmi? Ha, rasmini olib ChatGPT ga tashlasak, shuni BVni oldida qo'yib ber desak, qo'yinglar meni qiynamanglar deyaveradi. Pulli obuna sotib olsa ham qilib bermaydi ChatGPT. Sal kallangni ishlatib harakat qilavergin. Senga kim qo'yibdi? Menga qara, buni boyvachcha gapirsa hamma narsa hikmati bor. Men gapirsam hikmati yo'qmi menikini? Mashina shunaqa iblos, qora bir gryaz xarakterida hamchi nimadir hikmati bor. Behikmat bunaqa bo'lmaydi. Yuring boyim, gaplashamiz. Yuring. O'g'ri, to'xta. Hey, o'zingni bos. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qo'yib yuboring, magazinchi shu hozir qamat boradi. Voy, qamatmaydi, o'zingni bos. Nima bo'ldi? Nimaga qamatadi? Bo'lkanon o'g'illar turdim. Shu oldi. Bo'lkanon? Nimaga o'g'illading? Qornim ochdi-da, 3 kundan bas ovqat yeganim. Voy, sho'rlik. Men bir chirillik olaysan. Voy, o'sha do'konchidan to'g'ri so'rasang berardi-ku. Dunyoda hali yaxshi insonlar bor. Seni yotgani joying bormi? Yo'q. 3 kundan beri hozir och yuribsanmi? Voy, sho'rlik. Yur men bilan. Keldik mana. Taka keldik. Mahallani uchastkovoy bo'laman, u mol tanimadingmi? Endi nima bo'ladi? Endi mahallangda sharmanda qilaman, keyin 15 sutkaga kirib ham ketasan. Ber mana, bari senga kerak bo'lmaydi. Yur. Qonnim ochaganda o'g'irlik qilaverasanmi?